Xalqarалық Sharq Turkiston muhokama yig'ini g'alabalik oxirlashdi. Sharq Turkiston ulamolar birligining o'rinlashtirishi bilan Istanbulda 3 kun davomlashgan Xalqarалық Sharq Turkiston muhokama yig'ini 12-iyun kechda g'alabalik oxirlashdi. Mazkur muhokama yig'ini 10-iyun boshlangan bo'lib, Sharq Turkiston masalasini islom dunyosida kun tartibga keltirish qatorliq muhim masalalar muhokama qilingandan sirt, navbatda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati, jumladan islom va musulmonlarga qarshi ijro qilayotgan terror siyosati har qaysi islom ellaridan kelgan zo'r ta'sir kuchiga ega ulamolar, da'vatchilar va mutaxassislarga har xil nuqtalar bo'yicha tonishtirildi. Muhokama yig'inining oxirida aloqador muhokamalar, taklif fikrlar va Sharq Turkiston davosining asosiy gavdasini tashkil qilgan mazmunda bayonot e'lon qilindi. Bayonotni Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Abdusalom Olim o'qib o'tdi. Bachilt qayta vazifaga o'ltirishni xohlamaydiganligini bildirdi. Sharq Turkiston ziyoratidan keyingi bayonot sababli xalqaro kuchli tanqidga duch kelgan BDT kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachilt vazifa muddati to'shqandan keyin qayta vazifaga o'ltirishni xohlamaydiganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Michel Bachiltning vazifa muddati bu yil 31-avgust oxirlashadi ekan. Garchi 4 yil davomlashadigan bu vazifaga Bachiltning yana bir qatim saylanish fursati bo'lsa-mu, u bundan voz kechgan. Shundaqla buning sababi haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Shundaqdimi taratqular uning Sharq Turkiston ziyoratidan keyin duch kelgan xalqaro besim va tanqidlar sababli bu qarorni chiqarganligini ilgari surgan. Angliya Yevropa ittifoqi bilan imzolagan kelishimni tek taraflik o'zgartirish uchun harakat qo'llandi. Angliyada hukumat parlamentga Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilish kelishimining bir qismi bo'lgan Shimoliy Irlandiya kelishimining tek taraflik tuzilishi uchun bir qonun loyihasi sundi. Bu qonun loyihasi Angliyani tashkil qiladigan Angliya, Velish va Shotlandiyadan Shimoliy Irlandiyaga boradigan tovarlarni tamojindan o'tkazish talabini asosan bekor qiladi. Sulaymon Soylu Qrim tatar turklariga uzun muddatli iqomat berishga başladik. Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu 6-oyning 11-kun o'tkazilgan muxbirlar kutilish yig'inida Suriyadan kelgan ko'chmanlar masalasi, turk qonunliqlarga uzun muddatli turish ijozatnomasi berish, Turkiyadagi chet elliklarga vaqtli turish va qo'g'dash haqqi berish qatorliq masalalar haqida so'z qildi. Soylu oldingi kuni ko'chmanlarni boshqarish idorasida o'tkazilgan yig'inda Qrim tatarlariga uzun muddatli turish ijozatnomasi berishning boshlanganligini e'lon qildi. Bosniya Hertsgovina rahbarlari Bryusselda siyosiy o'rtaq tonish hosil qildi. Bosniya Hertsgovina rahbarlari Yevropa ittifoqining qo'llashi bilan davlatning tinchligi va muqimligini qo'g'dash, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish nuqtasiga ahamiyat berishga qo'shildi. Yevropa ittifoqi kengashining yozma bayonotiga qaraganda, Yevropa kengashining raisi Charles Michel va Yevropa ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josip Borrell, Bosniya Hertsgovina prezident kengashining a'zolari Zilichko Komich, Milorad Dodik, kengashining raisi Shefik Kafirovich va parlamentga vakillik qilgan siyosiy partiya rahbarlari bilan Bryusselda ko'rishgan. Beijingda Xitoy virusi shiddat bilan kuchaymoqda. Xitoy poytaxti Beijingning noposi eng zich bo'lgan Chaoyang rayonida Xitoy virusining shiddat bilan ko'payishi sababli 3 bosqichli ommaviy sinoq yo'li qo'yilganligi e'lon qilindi. Beijing shaharlik hukumat bayonotchisi tunigun o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida bu shaharda qayta ko'rilgan yuqumning ig'ir ekanligini aytdi.